Anqaraga joylashgan Uyg'ur tadqiqot instituti kengaytirilgan kengash yig'ini o'tkazdi. Turkiyaning har qaysi shaharlaridan kelgan umumiy tashkilot mas'ullari, ziyolilar va tadqiqotchilarning qatnashishi bilan o'tkazilgan yig'inda Sharqi Turkiston da'vosi va tashkilotlarning roli va mas'uliyatlari haqida muzokaralar olib berildi. Amerika parlament a'zosi Tadyoxu Avam palatasida Sharqi Turkistonning o'rni va Sharqi Turkiston xalqining hozirgi ahvoli haqida atrofli bir nutq so'zladi. U so'zda Sharqi Turkistonning Xitoy tarafidan besib olingan zamin ekanligini ta'kidladi va Xinjiang demasdan Sharqi Turkiston ismini ishlatdi. U so'zda mening bu masalani kun tartibga ilib kelishimdagi sabab bu zamin Xitoyning bostirilishiga uchrayotgan musulmon Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorli xalqlarning zaminidir dedi. U yana Sharqi Turkistonda jazo lagerlari qurilib, bu lagerlarda qo'rqinchli ishlarning yuz berayotganligini, buning haqiqat ekanligi to'g'risida yetarli faktlarning borligini, Xitoyning Sharqi Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamaganligi, lekin bu o'rinlarning tarbiyalash lageri emasligini o'tirib qo'ydi. U yana Uyg'ur tutqunlarning Xitoydagi organ savdosining ziyonkashlik nishoniga aylanganligi haqida dokladlarning e'lon qilinganligini ta'kidladi. Wuhan virusining tarqalishi bilan xalqaroda Sharqi Turkiston masalasi kun tartibdan tushib kelayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning Sharqi Turkistondagi majburiy emgak sistemasi asosidagi qulluq tuzumi diqqat tortmoqda. Dunyoda yangi tipli koronavirusi bilan yuqumlangan deb diagnoz qo'yilganlarning soni 150 mingdan oshdi. Shuning bilan birga har qaysi davlatlardagi virusga qarshi tadbirlarni kuchayishga boshlandi. Tanögün bir kun ichida Wuhan virusining yangi markazi deb e'lon qilingan Yevropa boshchiligida butun dunyoda yuqumlanuvchilar va o'lguchilar soni tez suratda oshdi. Wuhan virusining tarqalish manbasi bo'lgan Xitoyda o'lganlar sonining 3193 ga chiqqanligi, jami yuqumlanuvchining 80824 bo'lib, ulardan 3610 kishining ahvolining og'ir ekanligi e'lon qilindi. Xitoydan keyin eng og'ir zarbaga uchragan Italiyada o'lganlar soni o'tgan 24 soat ichida 175 kishi ko'payib, jami 1441 ga chiqdi. Yuqumlanuvchilar soni 21157 ga yetdi. İspaniyada bo'lsa o'lguchilar soni 191 ga, yuqumlanuvchilar soni 5945 ga yetdi. Shuning bilan birga yangidan virus bayqalgan yoki bayqalmagan davlatlarning oldini olish tadbirlarini kuchaytmoqda. Turkiya bilan Ozarbayjon orasida quruqlik va havo qatnashi vaqtliq to'xtatildi. Texi virus bilan yuqumlanuvchi bayqalmagan Qirg'izistonda bo'lsa, maktablar 3 haftalik ta'til qo'yib etildi. Azerbaycan Mudofaa Ministri General Zakir Hasanov Turkiyadan zamonaviy qurol, harbiy buyum va asliya setib olishni davomlashtirganligini bildirdi. Azerbaycan Mudofaa Ministrligi e'lon qilgan yozma bayonotga asoslanganda, Azerbaycan Mudofaa Ministri Hasanov ministerlik doiralari, har qaysi qismlarning qo'mondonlari, Armeniya-Azerbayjon chegara liniyasidagi qismlarning qo'mondonlarining qatnashishi bilan sin yig'ini o'tkazdi. Yig'inda manevrlarda eng yangi boshqarish texnikalarini qo'llanishining ahamiyatini ta'kidlagan Hasanov, Turkiya armiyasining urush tajribalarini o'rganib, armiyamizning tayyorlik planiga qo'shishni, ikki taraf harbiy hamkorligi doirasida tajriba almashtirishni, Turkiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy qurol, harbiy buyum va aslihalarni setib olishni bundan keyin davomlashtiramiz dedi. İran dairalarining bildirishicha, İran prezidenti Hasan Ruhani dunyo rahbarlariga yozgan bir maktubida yangi tipli koronavirusiga qarshi kurash qilish uchun rayonlik va xalqaro o'rtaq tirishchanlikka ehtiyoji borligini bildirdi. Koronavirusi krizisining xatarlik va zo'r ekanligini ta'kidlagan Ruhani, hech qanday bir davlat buni o'z oldiga hal qila olmaydiganligini aytgan. Ruhani Amerikaning taxminan 1200 Eronlik shaxs va shirkatni embargo tizimligiga kirgizganligini eskartib, har qaysi davlat rahbarlaridan Amerikaning embargosiga ovoz qo'shmasligini va sayyaga aloqador kelishimlarning ijro qilinishini talab qilgan. Ruhani embargolarning Eron iqtisodiga 200 milliard dollar ziyon yetkazganligini, buning xalqaro kelishimlar va insoniy prinsiplarga xilof ekanligini aytgan.